DKS5 B sexida kompressor moy tizimida yong'in sodir bo'lishi mavzusida o'quv amaliy mashg'ulot o'tkazamiz. Markaz DKS5 sex B'da 5-agregatda yong'in sodir bo'ldi. Alo. O't o'chirish guruhi. Bizda DKS5da yong'in sodir bo'ldi. 5-agregatda. Zudlik bilan kelinglar. Elektrik. 5-agregatda yong'in sodir bo'ldi. Kerakli choralarni ko'ringlar. Tushunarli. Eshitaman. 5-agregatdagi yong'in bartaraf qilindi. Yarısını çıkış olanlar mavcut emas. Jabrlanuvchiga tibbiy yordam ko'rsatilib, markaziy shifoxonaga yuborildi. Tushunarli. Alo. Markaz DKS5 B sexida sodir bo'lgan yong'in hodisasi bartaraf etildi. Tushunarli.